Odamlar bilan qaysi hayvonning bo'ynidagi suyaklar soni bir xil? U hayvon bo'yi balandligi bilan ham mashhur. Jirafa. To'g'ri. Afinada o'tkaziladigan Olimpiada o'yinlarida birinchi o'rinni egallagan atletlar nima bilan taqdirlangan? Oltin medal. Oltin emas lekin. Kumush medal va Laver bargi bilan taqdirlangan. Har yili Olimpiada o'yinini mash'alasini kimlar yoqadi? Kimlar yoqadi? Prezident. Olimpiadachilar. Olimpiada qo'mitasidagi kimdirlar yoqadi. Grek libosini kiygan ayollar yoqishadi. Olimpiada bayrog'idagi halqalar qaysi qit'alarning belgisi? Osiyo, Antarktida, shunaqamidi Arktika. Arktika yana qaysilar bor edi? Afrika, Avstraliya, Osiyo, Yevropa, Amerika. Bitta qo'ying, хотя бы ikkitasini aytdim-ku. Engilini qo'y. Parijdagi Eyfel minorasi qachon ochilgan? Yo'q, uni bilmayman. Mana bilmayman. 1889-yil 31-martda ochilgan. Tojikchada kun degan ma'noni anglatadigan hafta kuni qaysi? Jumami? Yo'q. Yakshanba. Dushanba ma'nosini beradi. Yo'q. Payshanba. Shanba. Shanba, to'g'ri. Dunyodagi hajmi bo'yicha eng katta asosiy qonun qaysi davlatniki? Hajmi bo'yicha eng katta Hindiston. Germaniya. Hindiston, to'g'ri. Hindiston. Ishtirok uchun rahmat.